Angliya va boshqa qutquzish atirti eg'irlik kuch sanoati shirkati bilan birlashib tadqiq qilgan turining sinoq ko'rinishlarini e'lon qildi. Agar sinoq muvaffaqiyatli bo'lsa, kelgusida dunyodagi tunji reaktiv qashlangan tog' ofatidan qutquzish mashinasi bo'ladi ekan. Sinoq sinalg'usida tortish kuch sanoati shirkatining qo'rg'uvchisi Richard Beroning yangi uskunalarini o'ziga yeb jilg'ining tegidan tog' cho'qqisiga ushgan. Piyoda 20 minutda besildigan yo'lni yangi uskuna faqat 90 sekundda tamomlagan. Bu sınaq 15-sentyabrda Angliyaning g'arbiy shimoliy ko'l rayonidagi davlat bog'ichisidagi cho'ng langdangliq tog' rayonida olib berilgan. Taqlidiy qutquzishda 10 yoshli bir qiz qiyadan yiqilib tushib, puti og'ir yaralangan. Qutquzish xodimlari yaralanganlarning koordinatini topshirib olgandan keyin reaktiv somka ishlatib tog' yo'lidan o'tib yaralangan qizning o'rniga yetib kelgan. Hamda yaralanish ahvolini baholab naq maydonda davolagan. Bu uskunaga ushquchining beligi va dumbisiga 5 dona mikro ittirish mashinasi o'rnatilgan bo'lib, eng yuqori soatlik tezligi 51 kilometr. Egizligi taxminan 3668 metr o'rlayalaydi. Ya'ni qutquzish xodimlarining dengiz yuzidan 1000 metr egizlikdagi tog'larni osonlik kesib o'talaydiganligidan derak beradi.